Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi birinchi podkastimiz o'zimizni do'stimiz, qadrdonimiz Qudrat bilan bo'ladi. Qudrat, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat katta shunchalik taklif qilganinglar uchun. Birinchi podkast. Ming salot. Rahmat. Bu birinchi podkastimizga aynan Qudrat tanlashimiz sababi bizni ko'p jihatlarimiz, qadriyatlarimiz bir xil. Chunki bitta universitetda o'qiganmiz, bitta shaharda yashaymiz. Deyarli bir xil yo'nalishda ishlaymiz. Shuning uchun ko'pincha o'zimizga mos bo'lgani uchun, boshqalarga ham foydali bo'lishi uchun shu narsani boshladik. Bugungi podkast o'zi nima haqida bo'ladi? Qisqacha aytib o'tib ketsak, Polshada o'qish, qanday qilib o'qishga kelgansan, ishlash, Polsha haqida, Yevropa haqida bo'ladi. Kelishdan boshlasak, Polshaga qanday qilib kelib qolgansan? O'zi Polshani tanlashdan maqsad nima bo'lgan? Qolgan Yevropa davlatlari orasidan nimaga aynan Polsha? Yaxshi savol bo'ldi. Ko'pchilik so'rardi. Juda ko'p javob berganman bu savolga to'g'risi. Kelishim to'g'risi haligi aytaylik 5-6 yil avval plan qilib keladigan bo'lmagan. Shu o'qishni bitirib, ya'ni maktab bitirib kollejga kirgan davrim. Bu paytda kollej edi bizda. O'qish boshlaganda уже IELTS topshirganman. IELTSdan 7 olib, уже endi xayolda любой universitet, любой davlatga kirib ketsam bo'ladi. O'sha xayolda yurganman. Boshida Yaponiyaga tayyorlanganman. Yapon tili o'rganganman. Keyin уже Covid bo'ldi. 2019da oxirida 2020 boshida boshlangan, adashmasam, yanvardan. Keyin Amerikaga ketmoqchi bo'ldim. Keyin Kanadaga ham qiziqib harakat qilib ko'rdim. Keyin oxir-oqibat shu moddiy tarafga kelganda уже odamda ko'z ochilar ekan. Realistikroq qarab, qaysinga kuchim yetadi, qaysinga kuchim yetmaydi, ota-onamni qiyin holga solib qo'ymaymanmi degan holat bo'lib, Islombek oshnam birga katta bo'lganmiz. Shu sababchi bo'lgan. Ya'ni bu 2019-yilda ketgan. Ya'ni ketib hamma o'zimiz yaqinlarga o'pib olgan. Shunga so'raganman, Polsha qanaqa? Birinchi o'zim research qilishdan oldin so'rab, Islomdan qanaqa holat, o'qisa bo'ladimi, ishlasa bo'ladimi, o'qishlarda prestijniyasi qanaqa? Ko'p savollarimga javob pozitivniy kelgan. Menga yoqqan. O'zim izlanishni boshlaganman. Polsha qanaqa, qaysi shaharda shu paytda staj boshlaganman. Shu Varshava bilan Krakovdagi universitetlarda, bilardim, Krakovda Yagiellonskiy bor. Adashmasam, o'sha ham yaxshi anaqa reputatsiyasi bor edi. Shu moddiy taraflar va menga kulturasi ham sal nisbatan yaqin bo'lganligi uchun, qaysi ma'noda, ya'ni biz ham postsovet eski SSRdan keyingi davlat hisoblanamiz. Shunga o'sha taraflari menga yaqin bo'lsa kerak, polskiy til rus tiliga yaqinroq bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Bu yoqqa kelganimdan keyin kelishdan avval deb o'ylaganman. Shunga topshirishga qarab qo'yganman. Shunaqa qilib, mana xudo xolasa 6 yil bo'ldi Polshadamiz. Polsha ham Slavic country'ga kiradi, davlatlarga kiradi. Shuning uchun mendan ham ko'pchilik so'rashadi. Polsha hali ham Rossiyaning ichidami? Yoki tili ruscha gaplashadimi, boshqa qiladimi? Juda ko'p savol eshitganman shu haqida. Ularga ko'p aytganman, u Yevropada joylashgan, Yevrosovetga kiradi. Rossiyaga deyarli aloqasi yo'q. Даже aholisi yomon ham ko'radi Rossiyani. Qaysidir ma'noda. Ayniqsa urushdan keyin ancha. Menimcha shu Pauz kultura nauki bo'lgani uchun menimcha Moskvaga o'xshatishsa kerak, ozgina bo'lsa ham. Chunki Stalin sovg'asi. Da. Moskvada ham bor chunki, faqat kattarog'i, Varshavadagi kichkina. Men shunga ham ko'pinchasi Moskva bilan adashtiradi. Xo'p, o'qish tanlashga keladigan bo'lsak, nimaga aynan davlat universitetini tanlagansan? Chunki частный universitetlar ham Varshavada juda ham ko'p, o'zbeklar orasida ham juda ham mashhur. Shuning uchun nimaga именно davlat universitetini tanlagansan o'qishda? Menda shu ikkita variant bo'lgan. Sen aytgandek shu davlat universiteti yoki xususiy universitet. Endi o'sha payt hozir nimadir o'zgargan bo'lishi mumkin nisbatan, lekin o'sha payt qanday qaralgan? Ya'ni davlat universitetiga kirgandan keyin ishlash qiyinroq bo'ladi. Ya'ni o'qish qattiqroq, o'zimizni sodda tilda gapiradigan bo'lsak.
ya'ni darslarga haqiqatda qatnashish kerak, ekzaminlardan o'tish kerak. Bilim bo'lmasa, ya'ni o'qish tugatilolmaydi. Endi menda kelishdan oldin asosiy maqsad o'qish bo'lganligi uchun davlat universitetini tanlaganman. Ya'ni qaysi kriteriya bo'yicha qattiqroq bo'lsa mayli, lekin men bilimni olay, ish topilar degan ma'noda davlat universitetini tanlaganman. O'zbekistonda shu narsa ko'pincha paradoks emasmi? Chunki xususiy bo'lsa, masalan, xususiy klinika, xususiy maktab, xususiy bog'cha bo'lsa, u yerdagi ta'lim sifati yaxshiroq bo'ladi, servis sifati yaxshiroq bo'ladi. A bu yerda Polshada qanaqa? Misol uchun, xususiy universitet bilan davlat universitetini solishtirganda, endi afzallik jihati emas, lekin farqlari, asosiy farqlari qanaqa? Endi ta'lim sifati bo'yicha meni shaxsiy nazdimda unaqa katta bo'lmasa kerak. Chunki masalan aytaylik, misol uchun xalqaro munosabatlar fakultetini olaylik. Varshavskiydagi xuddi o'sha yo'nalish va misol uchun Lazarskiyda olaylik. To'g'rimi? Programmani o'zini haligi darsliklari bo'ladi, qaysi fanlar. Ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, почти bir xil. Da, syllabusda, curriculum deydimi? O'shanda почти bir xil. Ya'ni uzoqdan bunday qaraydigan bo'lsangiz, ikkita bir xil narsa. Bu yerda professorlar beradigan ta'lim, ya'ni bitta narsani 2-3 xil yo'li bo'ladi-yu, o'rgatishda, tushuntirishda. O'sha yerda farq bo'lishi mumkin va asosiysi o'ylaymanki, baribir student o'zi nima xohlayotganligidan kelib chiqqan holda bo'ladi. Masalan, siz qiziqmasangiz yo'nalishingizga, o'z Harvardda o'qimaysiz, Oksfordda o'qimaysiz, farqi yo'q. Chiqqaningizdan keyin bilimingiz bo'lmaydi. Bu imtihonni o'tib olish u bitta masala. U bilimni o'zlashtirib, o'sha o'rgangan bilimingizni o'sha ishlatish, qaysidir kasbga ega bo'lganingizdan keyin o'shani amal qilish, o'shanga ishlatishda bilolmasangiz bo'lmaydi. Menimcha shu farqlari menimcha. O'qishga kirish masalasida qanchalik qiyin yoki qanchalik oson? Xo'p, aytaylik, 1dan 10gacha shkala bo'ladigan bo'lsa, 4 berardim. Ya'ni qiyinmi yo osonroq? O'qishga kirish oson. Masalan, bizda hali paradoksni aytib o'tdingiz-ku. Bu yerga keladigan bo'lsa, xuddi shunaqa. Bu yerda masalan o'qishga kirib olish oson, lekin bitirish qiyin. Bizda nima? Bizda kirib olish qiyin, bitirib olish nisbatan osonroq. O'zimizda yo'llar bor. Bitiraveradigan. O'zbekistonda elak birinchi qo'yiladi, saralangan qoladi. Bu yerda teskarisi. Elak doimiy bo'ladi, saralanib. Zo'r misol. O'zimda masalan misol bor. Varshavskiyda o'qiganmiz hammamiz. Birinchi kursda adashmasam 180 ta o'quvchi bo'lgan. Chunki usos platformada o'zi ko'rinib turadi. Reyting. Ikkinchi kursga уже o'tganda adashmasam 100 taga yaqin o'quvchi ko'ringanda reyting ichida. Bu degani 80 ta o'quvchi birinchi kursda qolib ketgan. Отчисление hech narsa emas. Endi отчисление bo'lmaydi bu. Shu ikkinchi kursga o'tishga nimalari, kreditlari yetmagan. Shuning uchun birinchi kursda qaytadan qolib ketgan fanlar o'qiladi. O'zimizda ham qolib ketgan fanlar bo'lgan. Keyingi kursga, keyingi yilga harakat qilishadi. O'zbekiston ta'lim sistemasini bilmaganim uchun bu haqida ko'p gapira olmayman, lekin O'zbekistonda davlat universitetlarida kredit tizimi yo'q. Bu yerdagi o'xshab. Endi qo'yildi. Yaqin adashmasam 1 yil ichida qo'yildi menimcha. Chunki xabarim bor, ba'zi universitetlarda o'sha kreditniy modulga o'tishgan. Yaxshi. O'zgarish bor. O'zgarish bo'lyapti. Xo'p, endi o'qishga qabul qilinish, viza protsessi общий qanaqa bo'lgan? Bu viza olish qiyin bo'lganmi yo osonmi? Shu narsani ham aytib o'tib ketsak. Ko'pchilikka qiziq bo'lgan mavzu bo'lsa kerak. Menga ko'p tanishlarim so'raydi. Endi mana shu jarayon qanday o'tgan? Oson bo'lganmi, qiyin bo'lganmi? Kimga necha pul bergansan? Degandek qilib so'rashadi. Hech kimga hech qancha bermaganman kelishidan oldin. Berishing kerak edimi? Endi kelinglar anaqadan boshlaylik. Universitet applikatsiyasidan, ya'ni hujjat topshirish jarayoni. U jarayon menda oson o'tgan, chunki islomdan ancha-muncha ma'lumot olganmiz. Shpargalka bo'lganda. Birinchalik подопытный кролик deydimi? Shunaqada Andijondan turib jo'natib olganmizda buni. Sen ko'rchi. Yaxshi. Tirik qolsangiz ham boramiz deb hozir
Hujjat topshirish, ya'ni o'qishda o'ziga universitetda hozir, men 2020-yil topshirgan bo'lsam, hozir yanayam rivojlanib, yanayam haligi, onlayn tizimlashtirilib, qo'ygan. Ya'ni bemalol, hech qanaqa pochta orqali hujjatlar jo'natmasdan topshirsangiz bo'ladi. O'qishga kirib olguncha bo'lgan, jarayon. Ya'ni oson ketgan. Shu aplikatsiya to'ldirganman. Shu IELTS'ni, va boshqa hujjatlar topshiriladi. O'qishga olingandan keyin уже viza protsessi boshlanadi. Viza protsessi ham qiyin o'tmagan. Covid bo'lganligi uchun hamma hujjatlar topshirganman, suhbatga kirilgan. Siz nimaga agentstvoga bormagansiz bu o'qishni topshirib berish uchun? Cho'ntagimni anaqa qilganman-da, baquvvatlashtirganman-da. Ya chunki ko'pchilik so'raydi mana shu narsani. Xato qilib qo'yishim mumkin. Xato qilganimdan keyin yana 1 yilim o'tib ketadi. Vaqtdan o'tkazaman. Undan ko'ra qaysidir agentstvoga qanchadir pul bersam, mana shu ishimni hal qilib beradi tezroq. Men ham muammosiz ketaman. Ular vizaga ham garantiya beradi deydi. Rostmi o'zi shu narsalar? Aslo yo'q. Men o'zim, hamma hujjatlarimni o'zim qilganman. Kelishdan vizaga ham, universitetga ham. To'g'risi menda naborot, teskarisi bo'lgan. Ya'ni men ishonmardim agentstvolarga nimagadir. Shunga o'zim qilganman. Xato qilish, frazasini aytib o'tib ketdingiz. Shunga to'xtalib o'tmoqchiman. Bizda, ko'pincha yoshlarda, abituriyent deymizmi, o'qishga topshirayotganlarda shu muammoni ko'raman. Xato qilib qo'ysam, o'qishga kirmay qolsam-chi yoki viza aplikatsiyani to'ldirayotganda xato qilib qo'ysam, admin qilib yuborsa-chi, boshqa qilsa-chi. Ya'ni qisqa qilib aytganda, xato qilib qo'yishdan ko'pchilik qo'rqadi. Vaholanki, xato qilmasdan bir narsani yaxshi o'zlashtirib o'rganish qiyin deb o'ylayman. Men o'zim ham juda ko'p xato qilganman. Universitetda aplikatsiyaga keladigan bo'lsa, bitta misol beraman. O'tgan yili bitirdim, 2025-yil. Bir 5-6 oy oldin, universitetdan haligi tasdiqnoma nima deydi? Ma'lumotnoma deydimi? Confirmation letter. Shuni, olgani bordim. Qarasam, pasport nomerim noto'g'ri ekan. Keyin kirib, pasport nomer xato qilib qo'yibsizlar-ku. Отпечатка oldimmi yo kimdir o'chirib yubordimi? Bitirayotganingdan? Bitirishimdan oldin. 5-6 oy oldin ishdan so'rab qoldi. Borib, shunaqa desam, to'xta dedi-da, kompyuterni ochib turib, sen 2020-yil o'qishga topshirganda, aplikatsiya IRKda, universitet sistemasi, o'shaga xato ketgansan. Endi tasavvur qiling, xato ketgan, pasport nomer boshqa bo'lgan. Endi u ma'lumot, anaqaga ham ketgan. Posolstvoga ham, Polshaning posolstvosiga ham ketgan. Ya'ni hech narsa bo'lmagan, biroq menga haligi haydab yubormadi, yo bo'lmasa attestlayni qilib yubormadi, yo bo'lmasam o'qishga kirmaysan, yana yilga kutib turasan dedi. Xato qildim, bilib yetdim, chunki endi misol uchun undan u yoqqa endi e'tiborliroq bo'laman. Va ikkinchi anaqasi, xato qilishni bir afzal tarafi, masalan, deylik siz aplikatsiya qilayotganda xato qilib qo'ydingiz qadrdir. Uni hozir sistemalar rivojlanib ketgan. Shu admission ofisida ishlaydiganlar bemalol ko'rib, xatoingizni sizga aloqaga chiqishi mumkin. Ya'ni o'sha aloqaga chiqdi degani bu yaxshi. O'sha insonni kontakti bor, emaili bor. Bemalol keyin safar masalan follow up savolingiz bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Ya'ni xato qilishdan qo'rqmaslik kerak. Xato qilmaslikdan qo'rqish kerak. Hamma yo'q tinch, haligi unaqa ketsa, уже odam o'ylanishi kerak. Nimadir noto'g'ri ketadi. Nimadir noto'g'ri ketyapti, bir narsa bo'ladi, tayyor bo'lib turish kerak. O'sha xato qilib turarish kerak. Xato ustida ishlab o'rganiladida. Menda o'zimda ham ajoyib holat bo'lgan. Kelayotganimda 2019-yili agentstvolarga borganman bitirishimdan avval. Maktabni bitirayotganimdan avval o'sha chet elga o'qishga qiziqib, agentstvolarga borganman. Menda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Xato qilishdan qo'rqqanman. Toshkentdagi 2-3 ta mashhur agentstvoga borib, ulardan so'raganman. Shu Varshavskiy universitetga kirmoqchiman. Nimaga? Chunki reytingi baland universitet, частный universitetdan ko'ra yaxshiroq deb aytganimda, shu bitta mashhur agentstvoni egasi menga aytgan. Shundan keyin o'zim qilganman, hamma yo'qdi. Menga shunaqa deganki, shu sizga ketkazadigan vaqtini, shu Varshavskiyga olib kiradigan vaqtda men boshqa odamni, boshqa o'quvchilarni 10 tasini частный universitetga olib kiraman degan. Chunki
bu gapdan keyin bildim, rostdan ham oson protsess emas. Chunki men o'zimda juda ham qiyin kechgan bu protsess. O'qishga kirish, admission letter qachon kelishini bilmaganman. Telefon qilmagan odam qolmagan. Chunki O'zbekistonda o'sha payt bilsang, Boston karta degan narsa bo'lardi, Paynetdan olinardi. Shuni olib Telefon qilishga. telefon qilardim. Fakultetimizga telefon qilib, menda shunaqa bo'lyapti. Chunki o'sha avgust bo'lgan, menda hech qanaqa dokumentim yo'q. O'zbekiston universitetlariga birortasiga ham men nima topshirmaganman. Dokument topshirmaganman. Shu faqatgina bitta planim Varshavskiy universitet bo'lgan. Plan B yo'q edi menda. Yo kirsam kirdim, kirmasam boshqa joyga ketaman ishlagan. Shun bilan bilmaganman, что bu Varshavskiy juda sekinroq chiqadi dokumentlari, pochta orqali jo'natishadi. DHL dan men admission letterimni olib keltirib, shun bilan ozgina kech qolganman universitetga, shun bilan noyabrda kelganman. Menda sal boshqacharoq bo'lgan ekan bu protsess, chunki birinchi men xususiy universitetga kelganman. U paytda Koreyaga kirganman, lekin koreys tili talab qilgani uchun Koreyaga o'qishga bormaganman. Avgust bo'lgani uchun hamma universitetga topshirgan O'zbekistonda. Uydagilar ham aytgan, O'zbekistonga topshiraver, boshqa qil degan. 1 yil oldin universitetdan yiqilganman. Gimnaziya topshirib, primерно 138 ming to'plaganman. Shundan keyin ko'nglim sovib ketgan. Yomon to'plamagan ekansiz, hech payt. Shu Keyin bilan ham yiqilishdi o'ylagan. shundan keyin yo'q, menga emas ekan deganman. Lekin eng alam qiladigani, misol o'zimning tanishlarim, mahalladoshlar, boshqasi 80 bilan ham budjet kirganlar bor. Endi universitetga bog'liq, masalan, Yo'nalishga bog'liq. yo'nalishga bog'liq. Inyazda shunaqa bo'lgan edi. Проходной taxminan 150 atrofi bo'lgan edi. Koreyaga kirganman. Koreyaga kirib, o'rtog'im o'qirdi edi, Yonseyda o'qirdi. Men Kyongsanga kirganman. U menga syllabusni ko'rib aytgan, 50% koreys tilida ekan. Koreys tili daraja so'raydi sendan. Yaxshisi boshqa universitetga qil degan. Vaqtim qolmagan. Avgust bo'lyapti. Uydagilar aytgan, O'zbekistonga topshir degan, lekin meni vaqtim yo'q edi u paytda. Aytganman, to'g'ri Koreyada hamma dokumentlarim qolib ketgan, topshira olmayman. Ularga tushuntirganman. Plan B Polsha bo'lgan. Farg'onalikda tanishim bor edi. Mirjalol degan, u bilan birga kelganmiz. Mendan bir haftacha oldin kelgan. Bitta universitetga kelganmiz, Vysshaya shkola bankovaga, Poznanga. Menda ham asosiy, masalan, o'qishga qanaqa topshirish yoki bu yerdagi sharoitni bilish uchun YouTubedan Zavqiddin videolarini ko'rganman. Shu paytda Biz ham ko'rganmiz. juda kam video qilishar edi o'zbeklar. Asosiysi menimcha Zavqiddin Sharipov qilar edi. Shuni videosini ko'rib ko'pchilik kelgan bo'lsa kerak deb o'ylayman men ham. Varshavskiyga topshirish boshqacharoq bo'lgan. Poznandagi tanishim aytib qo'ygan. U yerdagi o'qishim o'zim eplolmaganim uchun Varshavaga topshirganman. Bunga sabab o'sha yerdagi Isoqjon aka hozir Fransiyada tadqiqot qiladi, PhD da. Shu kishi aytgan menga, shunaqa yo'nalish ochilgan. Agar suhbatdan o'tadigan bo'lsangiz, daraja yetadigan bo'lsa, kontrakt to'lamaysiz, o'qiysiz degan. Men onlayn topshirmaganman, Varshavaga kelib topshirganman. Qanaqa savolim bo'lsa, o'zlaridan so'raganman. Admission ofisiga kelib turib, shu payt yotoqxonani ham hal qilib ketdim ekan. Hammasi bitta joyda o'zida bo'lgan. Sizlarga o'xshab, misol uchun, yerdan DHL dan pochta kutib yoki boshqa holat bo'lmagan. Oson bo'lgan ekan sizda. Nisbatan osonroq bo'lgan menda. Polshaga kelding. Birinchi tasavvur qanaqa bo'lgan? Birinchi 3 oylik deylik. Ko'pchiligi shu qiziqroq. O'zi mana shu birinchi 3 oylik 6 oy desam ko'p bo'lib ketar ekan. Birinchi 3 oylik ko'p narsani hal qiladi men nazdimda. Meni o'zimga keladigan bo'lsa, aeroportdan chiqdim, chiqib turib, уже avtobusga chiqdik, ketishimiz kerak Yapshagaga. Jicha yurdik, bir 3-4 kilometr yurgandan keyin u yerni ko'rib turib, Toshkentda jicha navorоченный varianti ekan deganman-da. Menda haligi videolarda, boshqalarda, endi sentr taraflarda ko'rganman, bosh qo'ygan. Unaqa bo'lmagan, nima deydi, va haligi mega cityga kelib qoldim, anaqa bo'lmagan. Menda o'sha jarayon shu muddat ham qiyin o'tgan. Ko'p xato qilganman kelib. Masalan, aytaylik,
studentlar bilan chiqishib ketishim, boshqa qilishim, o'sha jarayonlar oson ketgan. Lekin haligi bilmadim o'zbekmiz shekilli keliblar уже atrof muhitni ko'rib biror haftadan keyin уже qarasam o'qish onlayn deganman, uyda o'tiramanmi, общагada o'tiramanmi, 3-4 so'm pul topay deb turib tap etib turib skuter olganman dastavkachikidan deb. Birinchi kelganda vaholanki skuter umrimda minmaganman. Velosiped minishni bilardim xolos, unaqa haligi samokat ham minmaganman-da kelishimdan oldin. Shuni olib endi u oktyabrda bo'layotgan holat. O'ylamaganman to'shda bir oydan keyin уже qorlar yog'ishni boshlaydi. Skuterni qo'yinib mashina yurish qiyin bo'ladigan sharoit bo'lishi xayolimga kelmagan. Endi yaxshi ham bo'lgan ekan, shu holat bo'ldi, shu yoqqa yetib keldik. Shu xato bo'lgan, ya'ni shans bo'lganda menda qaytib boshqatdan boshlash bo'lganda men ko'proq o'sha vaqtni adaptatsiya uchun ajratgan bo'lardim. Ya'ni ko'r muhitni anaqalar bilan ko'rish, kursdoshlar bilan darslarga qatnash, til o'rganda integratsiyaga vaqt ajratmaganman. Hech kim ko'p o'zimni local deb o'ylab o'rganmanmi kelganimda. Shunday dangal qilib erkak kishi pul qilish kerak deb harakatni boshlab o'rganman. O'sha narsa masalan qaysidir darsda yaxshi tayyorlanolmaganman. Qaysidir anaqa planlarim chiqib ketgandan, plan bilan kelganman, mana shunaqa qilaman, ishlasham bor edi. Endi masalan vaqtim bo'lsa bir 6 oydan keyin yozga kanikuliga chiqqanda ishlamoqchi edim. Lekin sirazi boshlab o'rganim uchun ancha-muncha narsalarim chachilib ketgan. Relsdan chiqib ketgansiz. Relsdan ancha chiqib ketgan. Chiqib yurib u qayerdir urganman. Qayerga yurganimni biladi. Uni bet aytib o'tirmaysiz. Masalan, hozir baribir bu yerda asosan Varshavskiyda ham endi baribir hammasi polyaklar emas. Talabalar ichida boshqa davlatlardan bor. Misol uchun Xitoydan kelishi mumkin, boshqa Yevropa davlatlaridan, Amerikadan, Britaniyadan kelishadi. Afrikaliklar ko'p. Shularni o'zbek studentlari bilan farqi qanaqa? Misol uchun men aynan o'qish masalasida demoqchiman. Masalan, bizga o'xshab ular ham qaysidir jihatdan o'zini qoplamoqchi bo'ladimi yoki faqat o'qishga fokus qiladimi? Ularda yondashuv qanaqa? Zo'r savol bo'ldi shu. Men buni ikkiga bo'lgan bo'lardim. Qarang, birinchi tangani bir tarafi biz kelgan paytda 2020 o'zbeklar kam edi. Masalan, haligi compare qilgani boshqa studentlar bilan kam edi. Men orada 1 yil akademik qolganman. O'shuning uchun o'zimdan kichkina pokoleniya bilan o'qishga majbur bo'lganman. 1 yil qolgandan keyin ular menga yetib olgan. Ularni anaqasini ko'rganman, bir-biriga bo'lgan munosabati va boshqa polyaklar yoki boshqa davlatdagi xalqaro studentlarni ko'rganman. Endi bizda ko'proq to'g'risini aytganda nima bo'ladi? Ko'pincha bilmadim 80% studentlar ham ishlab ham o'qiydi. Masalan, polyaklarni o'ziga misol uchun to'xtaladigan bo'lsak, bularda unaqa emas. Ularda kirdingmi, 3 yil o'qishmi, 4 yil o'qishmi, konkretno o'qilinadi. Ishlashga, ish istashga, umuman ro'zg'or deydi-ku, qozon ularda qaynaveradi o'zi. Ya'ni ota-onasi, tanishlari ularni podдержка qiladi. O'qishga kirdingmi, до конца o'qi, oxiriga уже bitirganingdan keyin уже anaqani ko'rasan, nima deydi, ishga qabul qilasan yoki bo'lmasa internship bo'lsa, internship qilasan, shunaqa. Ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, bizda baribir ko'pincha holatda ikkita narsani tenab ketishga harakat qilamiz. Ular bitta narsaga fokus qiladi. Endi yana gap shu yerda hozir yana oldingi misolimga qaytaman, ya'ni elakka qaytaman. Baribir kirdimi hamma bitta qo'pol qilib aytganda bitta savatga tashaladi. Elakka deylik mana shuni. Oxirida elak ko'tariladi. Buni 3-kurs deymizmi yoki bitirish payti deymizmi? Xohlaymizmi yo'qmi, baribir elakda qoladiganlar bo'ladi, pastga elanib tushadiganlar bo'ladi. Shunda o'qigan bilan, faqat o'qishga fokus qilgan bilan faqat o'qishga emas, o'zimni qoplay yoki nimadirlarimga pul chiqaray deganimda farqi qanaqa bo'ladi shunda? Elak misolini keltirdingiz-ku, mana shuni aytay. Masalan, elakda baribir aytaylik, bitta elaysiz, keyin yana ikkinchi marta elashingiz mumkin. Elakda bitta yaxshi elaklashi 2-kursda bo'ladi.
Ya'ni aytaylik, birinchi kursda bir narsa qilib o'tib, haligi shans bo'ladi. Masalan, qolib ketsangiz ham ikkinchi kursda qolib ketgan kursingizdan o'tib olsangiz bo'ladi. Уже ikkinchi kursda, birinchi kursda qolib ketgan kursingizda yana qolib ketadigan bo'lsangiz, уже bo'lmaydi. Bu o'sha yerda birinchi qattiq bunday elab yuborishda ajalib qoladi. Endi savolingizga o'tadigan bo'lsak, bitirgandan keyin o'qish bilan ishni bir xilab ketgan va chista o'qigan odamni farqi bo'ladi. Birinchi anaqada ya'ni mentalniy va fizический holati. Chunki bu haligi marafon yugurgandek gapda. Marafonda o'zingiz yugursangiz qanday-yu, o'zingiz bilan oshiqcha yuk olib yugursangiz finishga qanday yetib kelasiz, to'g'rimi? Shunga faqat o'qishda birinchi o'ringa qo'ygan. Ya'ni faqat o'sha kurslar bo'yicha emas, masalan, har xil volontyorniy anaqalar bor, qiladigan ishlar, qanaqadir o'zi proyektlar qilgan bo'lishi mumkin, volontyorni. O'shanaqa qilib o'zini ustida ishlagan odam bitirgandan keyin masalan ish topishga ham ancha-muncha qiynalmaydi. Vaqti ham bo'ladi, energiyasi ham bo'ladi qolgan qilmoqchi bo'lgan ishlarga. Agar ishlamoqchi bo'lsa ham, misol uchun biz universitetdan misol qiladigan bo'lsak, katta kompaniyalar kelishadi, internshipga taklif qiladi. Internship endi bu praktikaga o'xshagan narsa O'zbekiston uchun. Endi finansiy sohada o'qib turib, dastavka qilsa yoki taksi qilsa bu boshqa. Chunki bir-biriga o'xshamagan. Agar finansiy sohada o'qiyaptida, endi qaysidir finansiy kompaniyadan sizga internship taklif tushyapti. O'qishingizni ham tashlamaysiz, ishlayverasiz ham. Soatlari kam. Bunaqa bo'lsa-chi, buni eplash qanchalik qiyin yoki osonroq? Soatiga qarabda, masalan, u ham aytaylik, polniy nagruska berib yuboradigan bo'lsa, 8 soat oladigan bo'lsa, qiyin bo'ladi. Narigi ishlash bilan почти bir xil bo'ladi, lekin nisbatan osonroq bo'ladi. Nima? Chunki haligi relatability deydi, ya'ni bir-biriga anaqa bog'liqlik bor. Lekin o'shani haligi idealni bo'lish uchun masalan, odatda internshiplar 4 soat, yarim stavka deb qo'yishadi bizda. O'sha yarim stavka qiladigan bo'lsa, bir-biriga bog'liqlik bo'ladigan bo'lsa, nur ustiga nur. Ba'zi universitetlar, ba'zi fakultetlar, masalan, ekonomika fakulteti bizda nima so'rardi? Internshipda obligatory kurs edi. Как internship qilmasang bitira olmaysan. Qilish kerak, ishlash kerak. Shunaqa. Bu ham kasbiy malakani oshirish uchun zo'r imkoniyat. Chunki o'zimiz ham ko'p ko'rganmiz. Siz ham shu anaqa bilan, sabab bilan ishga kirgansiz, o'qiyotgan paytda internship qilib, keyin ishga kirish nisbatan osonroq. Chunki talablar kamroq internshipda. Sizga diplom ham kerak emas yoki qanaqadir experience ham kerak emas. Chunki hammasini noldan boshlaydi. Internally o'tib ketaverasizda, agar ishga qabul qilinsangiz, keyin masalan spetsialist bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketadi. Osonroq. Boshqa ish qilib turib, boshidan topshirgandan ko'ra. Uchalamiz ham qanchadir muddat talabalar yotoqxonasida yashaganmiz, Abshagada. O'zbekistonda shu narsa qanaqadir noto'g'ri emas, boshqacharoq talqin qilinadi. Chunki Abshaga bo'lgani uchun erta hamma yoq общественный qanaqadir past nazar bilan qaraladi oddiy kvartiraga nisbatan. Bu yerdagi Abshagalar qanaqa sharoitlari? Varshawskiy universitetida 7 ta общагasi bor. Biz hozir 7-si yangi qurilgan, u yana ham navorоченный, zo'r va nisbatan masalan o'zingiz uy olib turmoqchi bo'lsangiz, qimmatroq to'laysiz, общага arzonroq. Men birinchi общагada turganman. Universitetga uzoq 20 minut avtobusda yaqinida, sharoitlari yaxshi. Endi biz Covid davrida kelganimiz uchun karantin qoidalariga binoan biz 3 kishilik xonada bitta o'zimiz turganmiz. O'zingiz xonangiz bo'ladi, rakvina bo'ladi ichkarida. Endi tualet, vanna, kuxnya общий, lekin akkuratniy, hamma yoq yaxshi, unaqa past nazarda qaraydigan. Men o'zim ham kelganimda kelish vaqtida shunaqa xayolga borganman, общага qanaqa bo'lar ekan, kimlar bilan turaman ekan, u yerda tanimayman u deb turib, shunga kelgandan keyin ancha turganman, karantin tugaguncha. Adashmasam karantin paytida 50% skidka ham qilib bergan, to'g'rimi? To'lanadigan sumani. Juda arzon to'laganmiz. Endi u payt adashmasam
$150 to'lardik. 600 zlotga yaqin pul edi. Narx-navodan aytib ketaylik birovlar. Qolgan kvartiralar bilan farqini. Odatda masalan kvartirada 4 kishi oladigan bo'lsak, bitta kvartirani 4 kishi turadigan bo'lsa, har bitta kishiga shu $200 yo $250 atrofida bo'ladi. Общежитие bo'ladigan bo'lsa, hozir 3 ta odam tursa bitta xonada yoki 2 ta odam tursa, menimcha shu $150 dan tushsa kerak. Shunaqa. Oyiga, kishi boshiga. Undan ham arzonroq tushsa kerak. Keyin yana plyus tarafi, masalan, kvartirada siz kommunalka to'laysiz. U yerda kommunalka yo'q. Masalan, hammasi, masalan, qancha elektr yoqasiz yoki Wi-Fi ishlatasiz, unga pul to'lamaysiz. Agar alohida kvartirada yashasangiz, ular uchun alohida pul to'lashingiz kerak. Chunki qancha ko'p ishlatsangiz, shuncha ko'p pul to'laysiz. Qudrat o'zi o'qiyotgan paytda ishlashda imkoni bormi? Misol uchun yoki o'qishni bitirgandan keyin ishlash kerakmi diplomni berib? Bu qanchalik oson? Aynan men corporate ishlarda aytyapman. Hozir siz ham Smart Recruiters'da ishlaysiz. Shu qisqacha aytib o'tsangiz, qanaqa qilib ishga kirib qolgansiz? Qanaqa davom etgan? Birinchi men ham shu aytaylik, yoqato'g'ri dastavka taksidan boshlaganman. Haligi aytganman-ku, birinchi kelganimda adaptatsiya periodida qilgan xatolarimni ozgina davom bo'lgan. O'shanda hozirgacha eslayman. Alloh rozi bo'lsin, o'sha ishlardan o'tirganda endi yaxshi edi. Masalan, taksida haligi flexibility'si yaxshi-yu. Masalan, o'qishdan keyin chiqib pul topib boshqa qilardim. Bir kun o'tirib gaplashib qoldik aytganda, student uchun oshna taksi bu ish emas, kasb emas. Harakat qilib ko'r. Haligi corporate ishlarga, ya'ni ofis ishlarga ingliz tilini bilasan. Qilib ko'r deb boshida o'zimga o'zim shepman, yaxshi yurdim deb qildim. Keyin o'ylab ko'rdim. Shu outsourcingdan boshlaganman. Islom refer qilgan. Shu yerda ya'ni customer support, klient obslugi deydi. O'sha yerdan boshlaganman. O'sha kompaniya menga haligi batut tramplin vazifasini bajargan. Chunki o'sha yerda professionalni o'sganman, ko'rganman, haqiqiy corporate life qanaqa bo'ladi. Endi amerikanskiy kompaniyani Polshadagi filiali bo'lgan. O'shuning uchun baribir haligi kulturasi ham o'shinga moslashardi. Ham Yevropa / amerikanskiy kulturaga. O'sha yerdan boshlab ketganman, ya'ni savolingizga javob berib o'tib ketaman. O'qiyotganda ham ishlasa bo'ladi. Ya'ni legalni ishga topshirib, ishga kirib ishlasangiz bo'ladi. Talabalar uchun hech qanaqa cheklov yo'q. Necha soat ishlashi bo'yicha. Keyin ruxsatnoma kerak emas. Yo'q, ruxsatnoma kerak emas. Shu o'zingiz vizangiz, ya'ni qaysi hujjatda bo'lsangiz, o'shanga qarab turib topshira olasiz. Glavniy bu yoqqa legalniy Polshaga kelgan bo'lsangiz, Polshaning vizasi bilan kelib ishla olasiz. Hech qanaqa cheklov yo'q. Ya'ni cheklovlar shu boshida aytib o'tgan nyuanslarimiz bo'ladi. Ya'ni o'qish bilan balans qilish, lekin sohangizga qarab, o'zingiz sohangizga to'g'ri keladigan ish qilib qoladigan bo'lsa, harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Hozir o'zbeklar asosiy qismi baribir taksida ishlaydi, dastavkada ishlaydi. O'zimiz ham ishlaganmiz. Yaqindan beri ham shu savolni o'zimning tanishlarimga berdim, boshqa qildim. Aytishadi, masalan 9 dan soat 5 gacha ishlasa, bu senga komfort zona. Misol uchun undan chiqa olmaysan, как matrisaga o'xshagan. Lekin aslida taksini o'zi ham komfort emasmi? Misol uchun siz qachon xohlagan paytingizda yoqasiz, shu paytda ishlaysiz. Xohlagan paytingizda o'chirasiz, kirib ketasiz. Buni flexibility'si bor, lekin birinchidan karyering rost bo'lmaydi. Masalan, taksist bo'lasiz, 2 yildan keyin, 3 yildan keyin, 5 yildan keyin taksist bo'lib qolasiz-da. Masalan, erta senior taksist yoki qanaqadir vice president yo'q erta. To'g'ri. Qarang, bu narsaga masalan yosh aniq qiladi, ko'p rol o'ynaydi. Masalan, student bo'ladigan bo'lsangiz, men buni aniq qilaman, nima deydi? Narkotikda bir turi deb aytaman, chunki bitta o'rganib qolganingizdan keyin o'sha komfort zonaning eng chuquriga tushib ketasiz. Juda ham qiyin bo'ladi, chunki fikrlash o'zgaradi. Yana qanaqa bo'ladi? Masalan, chiqdim, yarim soat ishlasam, 1 soat ishlasam, mana shuncha pul topaman ekan deb turib, vaqtingizni o'sha taksiga mo'ljallab turib hisoblashni boshlaysiz.
yosh, talaba, yoshlarga bu narsa kerak emas. Bunaqa o'ylash men nazdimda zaharli demayman. Endi yoshi o'tib qolgan bo'lsa, masalan, 30 buyog'i deylik, ishlagani keldi. Пожалуйста, ishlasin. Yaxshi, o'shunda masalan o'zini grafikini qilib, har kun ishlaydigan bo'lsa, yomon pul topmaydi bu yerda. Meni o'ylashim bo'yicha masalan yoshlikda masalan 20s deydi. Masalan o'zini 20 yoshda, 20 yoshdan 30 yoshgacha baribir odamda shunaqa narsa bo'ladi. Yoshman, o'ynab olay, vaqtim bor. Riskni ko'proq qiladi shu joyda. 30 yoshdan o'tgandan keyin risk kamayadi, oilali bo'ladi, boshqa bo'ladi. Menimcha shundan keyin disiplina ham paydo bo'lsa kerak. Shuning uchun ham ko'pincha baraka bo'lsa kerak. Masalan, xohlagan paytda chiqmaydi, aynan o'ziga vaqt qo'yib oladi. Misol uchun ertalab soat 5-6 dan keyin chiqaman. Obedda kiraman, obedimni qilaman, yana chiqib ketaman, nechtada kiraman uyga. Shundan keyin yotib damimni olib, ertasi kuni xuddi shu rutina davom etaveradi. Men ham fikringizga qo'shilaman. Masalan, yosh kattaroq bo'lsa, faqat ishlagani kelsa, kelajagini bu yerda ko'rmasa yoki O'zbekistondagi qanaqadir kattaroq kompaniyami, shunga o'xshagan joylarda ko'rmasa, taksida rostdan ko'p pul topsa bo'ladi. Chem bu korporat ishdan ko'ra. Chunki bu yerda ish misol uchun dushanbadan jumagacha 8 soat. Masalan, ba'zida overtime bo'lishi mumkin, qo'shimcha soatlar, lekin shanba yakshanbaga ish olish juda qiyin. Ular shu narsani ehtiyotini ko'rib qo'yishadi. Shunga yarasha odam ham ko'p bo'ladi. To'g'ri. Customer supportda ishlaganingda birorta taksi to'larmiding, nalog? U payt endi Polshada adashmasam 4 xilmikan kontrakt bor. 4 xil yo'l bilan ish beruvchi va ish oluvchi kontrakt tuzsa bo'ladi. Eng главныйsini gapirsak, qaysi umumiy operatsiya bilan? Umumiy operatsiya bilan umumiy zlitseniya. Umumiy zlitseniyada ishlaganman birinchi kelganimda, ya'ni studentligim uchun nalog to'lamardim. Soat bay to'lashardi. Masalan, oylik yo'q, ishlaysiz, soatingizni qilasiz, shu soatingizga qarab turib oyda oxirida pul to'lab beradi. Uni minus tarafi hech qanaqa kompaniya beradigan benefitlarni olmaysiz. Ya'ni aytaylik, sug'urtangiz bo'lmaydi yoki yillik ta'tillaringiz bo'lmaydi. Masalan, ishxonada aytaylik 30 ga chiqmoqchi bo'lsangiz, 30 ga ham bo'lmaydi. Nima deydi? Sick leave bizda больничный ham yo'q siz uchun. Даже sug'urtangiz bo'lsa, doktor yozib bersa ham ular qabul qilmaydi. Agar ish shartnomasi bo'lsa, ish beruvchi 33 kun davomida pul to'laydi. Siz olayotgan oylikni oxirgi 3 oylikda hisoblaydi. 80% ni to'laydi. 33 kundan keyin sizni ish beruvchingizdan pul olinmaydi-da. Endi siz to'layotgan naloglaringiz, soliqlaringiz shu soliq idorasi sizga qaytarib to'laydi. To'g'ri. To'g'ri. O'zi shu ish masalasida o'qiyotgan paytda ishga kirgansiz. Bu yerda ham har kuni borish shart emas. Bu yerda gibrid mod bor. Keyin offline rejim bor, misol uchun. Onlayn rejim bor. Faqat uydan ishlaysiz. Sizda qanaqa bo'lgan? Gibrid bo'lganmi yoki remote bo'lganmi ishingiz? Men shu anaqada outsourcingda boshqa kirganimda ofisga har kuni qatnaganman. Treninglardan o'tish uchun, boshqa qilish uchun. O'sha keyin ancha haligi sinov muddati deydi, 3 oy. Sinov muddatidan o'tilgandan keyin o'sha masalan 3 kun uydan, 2 kun ofisdan shu rezultatlarga qarab, boshlig'imni, menejerimni настроенияsiga qarab turib ofisga borardim. Keyin kompaniyani o'zgartirganman, boshqa kompaniyaga menejer bo'lib o'tganman. U kompaniya boshqa shaharda, ya'ni Krakovda edi. O'sha unda men polni uydan ishlardim onlayn. Lekin bir oyda bir marta, 2 marta masalan yangi xodim olinadigan bo'lsa, kutib olgani borish uchun yoki qanaqadir bir bayram ofisga keladigan yoki bizga katta boshliqlarimiz kelsa, Germaniyadan chaqirardi, borardik. Lekin asosiy uyda. Menimcha shu boradigan hamma расходlarni kompaniya qoplaydi. Krakovga masalan Varsshavadan Krakovga boradigan bo'lsang, to'g'rimi? Yo'l kirami, gostinitsani o'zlari bronировать qilib pulni to'lab berardi. Hozirgi bizning ishimiz ham gibrid sistemada ishlaymiz. Masalan 2 kun eng kamida ofisda bo'lishimiz kerak. 2 kunmi, 3 kunmi? 3 kun. 3 kun ofisda bo'lishimiz kerak.
2 kun uydan ishlasak bo'ladi. Shunga ham bizga taxminan $25 oyga pul to'laydi. Masalan, uyimizda ishlatgan Wi-Fi'miz uchun yoki elektr to'lovlari uchun qo'shimcha pul to'laydi. Gibrid modda ishlaganimiz uchun. O'zi ishga kirish osonmi? Bu yerda masalan qaysidir faktorlar katta rol o'ynaydimi? Masalan, kimdir sizni taklif qilsa, referral sistema yoki tanish bilishmi, yoki siz o'qigan universitetingiz katta ta'sir qiladimi shu ishlarga? Zo'r savol bo'ldi. Javob berishdan oldin kuzatuvchilarga ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman. Hozirgi ishlayotgan joyim Smart Recruiters, ya'ni yaqinda SAP degan kattaroq kompaniya sotib oldi. Biz HR Tech moduliga kiramiz. Ya'ni siz onlayn qanaqadir applikatsiya topshirsangiz qaysidir kompaniyaga, o'sha applikatsiyangiz ularning sistemasiga tushadi. Ya'ni biz qiladigan ishimiz shu recruiter, HR professionals o'sha odamlar bilan primoy har kuni ishlaymiz. Ancha-muncha haligi pardani orqasida bo'ladigan vaziyatlardan anaqamiz, nima deydi? Aware. Xabardormiz. Ishga kirish hozirgi vaqtga keladigan bo'lsak, qiyinlashib ketdi. Ya'ni aytaylik, buni bo'lamizda. Ishga kirishda 3 xil level deylik. Masalan, endi boshlayotgan odam o'qishni bitirdi yoki o'qishda student bo'lib ishlayapti. Уже opti bor, sal-pal. Boshqa kompaniyaga o'tish kerak yoki ishdan aytaylik qaysidir sababga ko'ra chiqib ketdi. Uchinchisi уже ancha opti bor. Aytaylik, nimadir kelisha olmay qoldi, nimadir yoqmay qoldi, yangi kompaniya. Hozirgi trendda Polshada uchalasiga ham oson emas. Nimaga? Chunki odam hozir job marketda juda ko'payib ketdi. Ya'ni masalan 2020-yil yoki 2018 ni masalan solishtiradigan bo'lsak, Polshaning o'zida uncha kadr yo'q edi. Masalan, kim to'g'ri kelib qolsa, agar anaqalari ingliz tilini yaxshi bilsa, hujjatlari joyida bo'lsa, aql hushi joyida bo'lsa, ola olgan. Hozir unaqa emas. Hozir studentlar ko'payib ketyapti, hammasi bitiryapti-da, hamma topshiryapti. Masalan, talab katta. Masalan, aytaylik, yaqinda biz 2 ta xodim oldik ishxonada. O'zim o'sha hiringda qatnashdim boshidan oxirigacha. O'zi 2 ta position ochiq. 2 ta odamga joy bor, ochilgan. 3 haftaning ichida 2,5 mingta odam topshirdi. Polshaning o'zida. 2,5 mingta odam topshirdi. O'sha 2,5 mingtaning ichidan 2 tani saralab olish kerak. Endi bu ham oson, ham qiyin rekruterlar uchun, ish beruvchi uchun. Chunki nimaga oson? Odam ko'p, vыбор ko'p. Nimaga qiyin? Odam ko'p, vыбор ko'p. Tushunyapsizlarmi? Shunga savol bor. Shu aytyapsan 2 ta position uchun 2,5 mingta odam. Bu degani bitta positionga 1200-250 ta odam degani. Shu odamlar ichidan eng muhimi nimaga e'tibor berasanlar? Olishda masalan. Jackpot yutish uchun nima qilish kerak? Qanaqa salohiyat bo'lish kerak odamda? Sekret sразу aytib qo'ya olmayman-da. Haligi nima deydi? Uzoqdan olib kelmoqchi emasman. Hozirgi holatda juda ham katta omillar bor ishga topshirayotganda. Qachon topshiryapsiz ishga, qanaqa CV bilan topshiryapsiz, qanday topshiryapsiz? Bu masalan har bittasiga batafsil to'xtaladigan bo'lsak, yana bitta podkast kerak bo'ladi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda CV'si yaxshi bo'lishi kerak. Chunki AI chiqqandan keyin ATS deb qo'yamiz, Application Tracking System. O'sha topshirganingizda sразу ATS ni aytaylik, meni sodda qilib tushuntirib ketaman. Ko'pchilik topshirgandan keyin 15 ta ishga reject bo'ladi-yu, o'ziga personal qabul qilib oladi-da. Meni kimdir o'tirib, qaysidir knopkani mishkani ezib turib reject qilyapti. Men, значит, anaqa emasman ekan deydi. Bu yerda oddiy narsa bor. Mana bundan oldin keltirilgan misolda 2000 ta odam, to'g'rimi? 2000 ta odamni rekruter bitta odam bo'ladi tekshirib chiqqani. Ya'ni odamni qo'liga CV'ingiz yetib kelish bu bitta masala. Bu auto rejection deb qo'yadi. O'sha auto rejectiondan kelayotgan narsalar. Ya'ni CV'ni to'g'irlab qo'ydim, bo'ldi, endi tasrat topshiraman, anaqa emas. Nima deydi? Bu hozir ish berishi juda qiyin. Shuning uchun ham hozir aytaylik, bizda CV'chilar ko'payib ketdi, to'g'rimi? 3-4 so'm
pulni olib qilib bersa qaniydi, yaxshigina pulni olyapti-da. Jarayonni tushuntiryapti. Masalan, prosta kirib apply qilmaginda, buni boshqacha yo'llari bor. Lekin aslida u yo'llar odam o'rganib o'zi o'qisa bo'ladi. Tushunyapsizmi? O'shanga qarshi kurashamiz biz. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Misol uchun O'zbekistondan yangi keldi. Uning uchun yangi sistema, yangi muhit. O'zbekiston bilan farqi bor yoki boshqa davlat bilan farqi bor. Ishga topshirish shu ishga kirishga. Ularda ham qanchadir yordami tegmayaptimi? Chunki ular уже u sistemani ko'rgan, buni biladi. Ular bilan kirish nisbatan osonroq. Yana gapimiz haligi agentstvaga taqaladi. Misol uchun o'qishga topshirayotgan paytda ham agentstva sizga yordam beradi. Balki sizni ishingizni tezroq hal qilib berar yoki sifatli hal qilib berar. O'zi topshirgan paytingizda siz xato qilishingiz mumkin yoki siz aytgandek avtorejectga tushib qolishingiz mumkin. Masalan, birinchisi CV tekshirayotgan paytda siz AI tekshiryapti deyapsiz, sun'iy intellekt. Siz bilmagan narsani ular ko'proq bilishi mumkin. Menimcha ular qaysidir bitta yaman topishdi. CV'chilar desak, shu yamani yopib ketishyapti. Menimcha bu ham qanaqadir yechim ular uchun. Bu qanaqada, masalan, yechim yaxshi so'z ishlatdingiz. Yechimda ikki xil bo'ladi-yu. Sistematik yechim bo'ladi va individual, ya'ni odamda o'zini situatsiyasiga. Buni ildizga keladigan bo'lsa, nimaga menga anaqa bo'lmaydi, nima deydi? Yoqmaydi demayman. Prosta g'alatiroq tuyulishi ham odamlarda anaqa qilaman. Masalan, boshida aytib o'tdik-ku, xato qilishdan qo'rqadi. O'sha narsalarni o'zi o'rganib, o'zi research qiladigan bo'lsa, tiqilib yotibdi, onlayn ko'rib, qanday apply qilishi, ATS bu nima, qanaqa vaqtda apply qilish kerak, qanaqa sistema orqali rekruterni o'ziga aloqaga chiqsamchi. To'g'rimi? Hozir nima qilishyapti? Shu CV'sini tailor qiladi, aytaylik, customer service'ga. Yo'q, ishlamagan joyini ham CV'ga yozib turib, apply qilishadi. Endi aytib o'tgan narsam ATS rekruterni qo'liga yetib borishi, to'g'rimi? Yetib bordi ham deylik. Endi bu masalan aytaylik 10 dan 1, 2, 3 ta odam baribir kimdir olinishi kerak-ku, ilashib olishi mumkin. Lekin aytaylik kimgadir $500 berib o'zi ishingizni CV'laringizni to'g'rilab, mana paytda menga aloqaga chiqasan, mana paytda mana qilasan degan yaxshimi? Yo'q, o'zingiz o'rganib, aytaylik, shu apply CV'ni to'g'rilab, apply qilishdan oldin sistema o'zingizni aytaylik, masalan, IT sohasida gaplashaylik, example qilaylik-da mana shuni. IT sohasida qanaqadir developersiz, back-endmi, front-endmi, apply qilib kutib o'tirishdan o'rniga o'sha narsalarni ko'rib, qanaqadir kurs qabul qilib, qanaqadir o'zingizni skill up qiling, o'zingizni profilingizni build qiling. LinkedIn masalan hozir ham populyar bo'lyapti. Kiring, post qo'ying, odamlarga reach out qiling. O'sha narsani avtomatlashtirib, bitta odam har bittaga pulni olib o'rgatmasin-da, hammaga available qilaylik. Hamma shunaqa apply qilishni boshlasin. Ya'ni qilayotganlar ham bor, o'sha bilganlar, o'shalar masalan kimdir 1 yilda 2 marta ishini o'zgartirishi mumkin. O'shalarga savol berasiz, qanday sen qilyapsan? Men aytaylik 6 oydan beri bitta intervyu ham ola olmayapman deydi-da. Endi uni masalan o'zini aytaylik yo'llari bor, approachlari bor. Endi unga odam harakat qilish kerak. Bitta kimgadir pul berib qo'yib, bitta ishga kirdi, bo'ldi, qolib ketdi. Xo'p, ishdan chiqib ketadigan bo'lsangiz, yana o'sha odamga pul berib, yana istaysizmi? To'g'rimi? Bu tomoni bor, to'g'ri. Tovonni shu yo'l bilan to'laydi. O'zini agar u o'zi uchun shaxsiy rivojlanish uchun yoki shu temani o'zi yopmasa, kim uchundir pul berib yoptirish uchun pul to'laydi. Badalini to'laydi. Endi menimcha agentsiyani ochishdan o'z maqsadim shunaqa, yechim. Odamlarga yechim berish. Agar bu narsani o'zing qila olmaysanmi? Ha, qila olmayman desa, o'zing bemalol qilaver. Agar ba'zi odamlar qila olmaydi, qo'lidan kelmaydi yoki vaqti yo'q. Shunchaki vaqti yo'q. Bunaqa odamlarga shu yechim menimcha. To'g'ri. Men masalan bu odamlar yoki bu aytaylik kasb deymizmi, nima deymiz, yo'qolib ketishini xohlamayman. Men bu narsani boshqacharoq ishlasa, aytaylik masalan, hamma yo'g'ini qilib berma, xo'p pulini ol, bo'pti, mayli.
aytaylik 1000 so'm emas, aytaylik 500 ol. Lekin o'sha narsani o'rgatgin. Ya'ni bo'ldi, sen men pulni ber, mana hamma yo'g'ini tanlab berdim. Mana yerda manaqa narsalarni o'zgartirdim. O'rniga manoni manaqa qilib o'zgartirsak, manaqa bo'ladi. Sistema manaqa ishlaydi. Buni manaqa qilib bunga aloqaga chiqadigan bo'lsang, tezroq senga intervyu kelishi mumkin. Manaqa paytda mana kunlari apply qiladigan bo'lsang, seni shansing balandroq bo'ladi deb bilimni share qilgin. Bekitma, pulni olib anaqa qilmasdan, u ham masalan keyingi safar, keyingisida o'zi tushunib yetadi-da. Qanday apply qilish kerak, o'zi nimani kutyapti hiring menejerlar mendan. Siz aytmoqchisizki, kimgadir baliq bergandan ko'ra unga qarmoq berib, qanaqa baliq tutishni o'rgatish kerak. Shunaqa. O'zi masalan o'sha CV'chilarga yordamchisiz yoki bironta agentstvaning yordamchisiz, o'ziz topshirmoqchisiz. Siz bu yoqqa kelishda kimdandir maslahat olgansiz. Masalan, Islombekdan olgansiz. Endi ishda ham shunaqa narsa qanchalik foydali? Misol uchun bu bitta kompaniyada ishlaydi. Siz shu kompaniyaga ishga qiziqyapsiz. Bu yerda referalniy programmalar bor. Agar siz kimdir refer qiladigan bo'lsangiz, 3 oy ishlab bergandan keyin, probation period anaqa deydimi? Sinov muddatidan o'tgandan keyin sizga ham pul beradi u kompaniya. Bu orqali ishlash qanchalik ishga kirish qanchalik oson? Yoki foydasi bormi bu narsani? Zo'r savol bo'ldi. Referralslar odatda ishlaydi. Ya'ni qaysi ma'noda? Aytaylik, referral HR da bor. Masalan, Islom o'sha o'zini kompaniyasini o'sha ATS sistemasida yoki Human Resource sistemasida referral qilish optioni bor. Kirib kimnidir referral qila oladi, to'g'rimi? Endi bu narsani jicha ozgina chuqurlashadigan bo'lsak, davlatga ham bog'liq. Qaysidir davlatda referrallar zo'r ishlaydi. Masalan, Amerikaning o'zida, endi shtatiga ham bog'liq, qaysi shtatligida, lekin ko'pincha shtatlarida referral qattiq ishlaydi. Masalan, men kimnidir refer qiladigan bo'lsam, eng kamida rekruter aloqaga chiqadi. Tushunyapsizmi? Aloqaga chiqib, nima tekshirib qo'yadi. Nimaga? Biladiki, to'g'ri refer qilgan odam prosta ko'chada tanishib qolgani uchun refer qilmayapti. Refer qilayotgan sababi u kompaniyada ichidagi muhitni biladi, valueslarini biladi, mashinga to'g'ri keladi deb turib refer qilyapti. Qani ko'raylikchi deb qiladi. Masalan, meni kompaniyamda shunaqa. Refer qiladigan bo'lsangiz, hatabi xodimni hurmatidan aloqaga chiqib qo'yadi. 100% to'g'ri kelmasa ham skilllari requirementga. Sizdagi Amerikaning kompaniyasi, lekin Polshada qanaqa ishlaydi? Polshada ham kompaniyani headquartersi qayerligiga bog'liq. Masalan, aytaylik, ko'p yaxshi, aytaylik, reputatsiyasi katta kompaniyalar, masalan, amerikanskiy kompaniyalar ko'p, nemislarning kompaniyalari ko'p, Polshaning o'zini kompaniyalari bor. Har bitta anaqani kompaniyani o'zini policisiga, ya'ni tepada HR direktori kim, o'sha odam shunaqa cultureni promote qilsa bo'ladi. Lekin aytaylik, 10 tadan bir 5 ta, 6 ta kompaniyani protsent ko'radigan bo'lsa, referral ishlaydi Polshada ham. Kompaniyaning qadriyatiga bog'liq ko'pincha. Kompaniyaning qadriyatiga o'sha tepada o'tirgan aka yoki opaga bog'liq. Ishga kirish muhim narsalarni aytsak, CV, referral foydasi bo'lishi mumkin va boshqa yana nima bo'lishi mumkin? Ishga kirishga yordam beradigan. Hozirgi vaqtda o'zida aytaylik, oldingini gapirmaylik, hozir qanaqa holat, qanday ishga kirsa bo'ladi. Xo'p, CV'im bor, hujjatlarim bor, ingliz tilini bilaman, kompyuterim bor, Zoomga kira olmayman, to'g'rimi? Endi u yog'i nima? Aytaylik, oldin traditional way of hiring bo'lardi, CV. CV nima maqsadi? Sizni qo'lingizdan keladigan, sizni karyerni istoriyasi, nimalar qilgansiz, nimalar qila olasiz. Hozir nimaga o'zgaryapti shu narsa? O'shancha shu yana AI qo'shilgandan keyin bu narsa bo'lay bizni qaysi muammoyimizga bu kandidat aniq qila oladi, yechim topa oladi, yechim bo'la oladi. Endi uni siz javob berish uchun, uning uchun siz qanaqadir proyektlar qilgan bo'lishingiz mumkin, qanaqadir kurslar tugatgan bo'lishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Masalan, yana IT sohasiga developer, developer sohasiga keladigan bo'lsa, hozir juda ko'payib ketgan. Uni ichida qaysi birini tanlaydi? Qaysidir birini o'zini portfoliosi, GitHubda nimadir qilgan, qanaqadir aplikatsiya yasaganmi, yo'q o'sha aplikatsiyani nima muammosini yechgan. Hozir o'shinga ko'proq qaralinyapti. Nima value
va nima kompaniyada shu bo'limda shu komandadagi bo'layotgan muammoni hal qila oladi degan savolga javob bo'lsangiz, o'shanda top kandidat bo'la olasiz. Chunki hozir keywordlar CVda align qilishi 100% align bo'ladigan bo'lsa ham, bu yerda bitta kandidat aytaylik, CVsi zo'r, yaxshi joyda ishlagan, nari kandidatda ham почти bir xil narsa, lekin uni ustunligi aytaylik qanaqadir kurslar tugatgan, alohida o'zi shanaqasiga yo'nalishiga bog'liq yoki qanaqadir konferensiyalarga qatnashgan. O'shuning uchun LinkedInda o'z faoliyatingizni, qiziqishlaringizni, qanaqa kurslar tugatayotganingizni yoritib borishingiz muhim bo'lib ketyapti hozirgi vaqtda. Hozir boshlangan rosa mainstream bo'lyapti. Oddiy qilib aytganda, ishga olish jarayonida o'sha kompaniyani sizni bo'lajak menejeringiz ham qatnashadi. U ichkaridagi muhitni biladi. Qaysidir joyga yechim qidiryapti. Agar bu yoqda 10 yillik tajribaga ega sizga o'xshash odam bor, lekin u yechimni qilib bera olmaydi. Sizda masalan 1 yillik yoki qanaqadir internship bor, lekin siz unga yechim bo'la olasiz. Katta ehtimol bilan siz tanlaysiz. Chunki u aynan shu joyga odam qidiryapti. Shunaqa. Mana shu narsaga bitta qo'shimcha qilib ketaman. Men shu SAP Smart Work kursiga kirgandan beri shunga qiziqishni boshladim-da. U payt masalan men outsourcing, keyin logistika sohasida ishladim, odamlar boshqardim. Bu soha men uchun yangilik edi. Qiziqishni boshladim, chunki juda ko'pchilik so'rashni boshladi savollar. Hozir men sizga aytib o'tdim-ku, value olib kelishingiz, qaysi savolga, qaysi muammoga javob qila oladi bu kandidat. Tekshirib o'tirdim hali kuni LinkedInda. Google'ga podpisanman, Microsoftga ham qiziqaman-da, chunki masalan katta kompaniyalar u yoqqa ishga kirishga. 3-4 oydan beri o'sha program menejerlar hire qilishni boshlayapti. Google podpisan olsangiz, kimdir, qaysidir userda komment qilsa chiqib keladi. O'shalarni ko'rdim. 5-6 ta kandidat o'sha yangi Google'ga kirgan anaqalarni ko'rdim. Ko'rib bir anaqa bo'lsa kerak, bir aytaylik bir хотя бы Facebook yoki shunga o'xshagan joylarda ishlagan bo'lsa kerak deb turib qarasam, oddiy joylarda ishlagan. Lekin pastga tushib qaraydigan bo'lsangiz, haligi lisenselar degan joy bor, o'sha yerda kurslar bitirgan, volonterskiy ishlar qilgan, o'zini proyektlarini yozib qo'ygan. Manaqa proyekt qilganman. Masalan, SQLda mana problemalarni rishat qilgan, manaqa datalarni topganman. Bittasi prosta COVID davridagi Amerikada bo'lgan o'sha o'lgan odamlar numberini public datadan topib как proyektdaqa o'zi qilgan. O'shanaqa odamlarni Google olyapti. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bu teoriya, ya'ni traditional way of hiringdan hozir уже o'tyapti, chunki ko'proq value kerak bo'lyapti. Chunki vыбор ko'pda kandidatda. Chertib olish kerak-ku. LinkedInda yaqin atrofda aktiv bo'lib qolganingiz sababi ham shu. Tushunib yetdim. Men ham bir 4-5 yildan beri ishlatardim LinkedInda, lekin u darajada aktiv emas edim. Keyin shu o'zim research qilib, mana 1 yildan beri yangi kompaniyada ishlayapman. Ancha-muncha tushunib yetib qoldim. Что buni ham anaqasi bor. Team leader sifatida ayta olasiz. Xuddiki menejer sifatida odamlarni ishga qabul qilish jarayonini ko'rgansiz, o'sha qilgansiz. LinkedInda aktiv yuritish ham ancha foyda beradi. Chunki har bitta odamni olishdan oldin, masalan, siz aytyapsiz, 2,5 mingta odam deyapsiz, saralanib 10 ta qolgan bo'lsa, 10 ta odamni profiliga LinkedInga kirib chiqasiz. To'g'rimi? Hammasini ko'rib chiqasiz. U bizga kerakmi yo kerak emasmi deb. To'g'ri. LinkedInda aytaylik, yaxshi taraflari ko'p. Hiringga, ish topishga kerak bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, birinchi очередь biz masalan CV'ni sken qilayotganimizda sразу anaqasini ezaman. Nima deydi? LinkedIn profilini ezaman. Birinchi очередь qiladigan narsam compare qilaman. CV'da yozgan description'i, experience'i LinkedInga to'g'ri keladimi? Bu birinchi narsa. Ya'ni visibility'ingiz rostdan mana shunaqa odammisiz, qanaqa nechta followeringiz bor, connectioningiz bormi, aktivmisiz, o'zingiz nimalar post qilasiz, men ko'rib chiqaman uni. Как menejer yoki rekruter, hiring manager yoki rekruter sifatida. Tangani bu tarafi, yana ham yaxshi tarafi, siz qancha aktiv bo'lganingiz sari, kurslar tugatganingiz sari, sizni profilingizda skilllar qo'shilib boradi. O'sha skilllar qo'shilib borganda rekruterlarni aytaylik faqat apply qilganlar bilan aniq qilmaydi, chunki LinkedInda bitta post qo'yish juda qimmat.
Glassdoor'da ham qimmat bo'lib ketyapti va nima qiladi? Rekruterlar pul sarflamasdan LinkedIn searchiga o'sha skilli bor yoki masalan aytaylik data manager istayapti. Data manager deb yozadi. Agar siz aktiv bo'ladigan bo'lsangiz, primo sizga LinkedInlarda o'zi rekruterlarda o'zi aloqaga chiqib keladi. Algoritm siz uchun ishlaydi. O'sha tarafi ham bor. Men o'zimga masalan ish istamayapman, yoqib qo'ymaganman, open to work menda o'chib turadi, lekin hozirgacha aloqaga chiqishadi. Mana shunaqa position, profilini ko'rdik, bizga yoqding, mana shunaqa intervyuga taklif qilishadi. Bu har taraflama sizga zo'r. Nimaga? Chunki ham siz skill up bo'lasiz, ham profile visibilities oshadi, o'zlari aloqaga chiqishni boshlaydi. Ham bu yerda haligi legit check deydigan bo'lsa, o'sha ham galchka bo'ladi siz uchun. Odatda o'zlari aloqaga chiqqanda HR'larda menimcha ishga kirish protsessi osonroq kechadi. Juda. Chunki bu fast track deb aytib qo'yadi ingliz tilida. O'zing topshirgandan ko'ra ular aloqaga chiqsa, o'sha kirish shansi oshib ketadi ancha. Chunki ular qiziqqan. Shunaqa. Va yana bitta insight informatsiya, rekruterlarda o'zlarining KPI bor shunaqa. Ba'zi kompaniyalar aytaylik shunaqa qo'yadi, to что biz anaqa pul sarflamaylik postingga. Chunki misol uchun aytaman, LinkedInda oddiy bir haligi bir hafta turadigan va haligi sponsored deb chiqmaydigan oddiy listinglar $500-600 turadi. Bitta job posting bitta oddiy. U endi u degani algoritmga chiqish-chiqmashi uni ehtimoli anaqa, nima deydi, 50-50. Chunki qimmatlarni aniq qilsangiz, konkretni masalan aytaylik asset servicing analyst deydigan bo'lsangiz, tap etib turib sizga tepada chiqadi. Shunga ular costini reduce qilish uchun, ya'ni sarflayotgan postingga sarflayotgan pulni kamaytirish uchun rekruterlarga o'z qo'yib qo'yadi. Sen topgin deydi. O'sha odam agar hire bo'ladigan bo'lsa, ularga plus. Ya'ni bu aytgandek fast track aloqaga chiqdimi, kandidat yaxshimi, birinchi skriningni o'tdimi, bo'ldi. Ular sizni ishga kirishingizni xohlaydi. To'g'ridan to'g'ri intervyuga taklif. To'g'ridan to'g'ri. Endi ko'pincha vaziyatda birinchi skrining qilib oladi, hujjatlarni tekshirib, rostdan to'g'ri keladimi, rostdan o'sha odammi deb anaqa qilib oladi-yu, tekshirib oladi. No, undan u yog'iga уже aytaylik intervyuga ketadi. Menga tema yoqyapti. Menimcha bu temada alohida qilsak ham bo'lar ekan. Chunki bitta joyga sig'dirish qiyin. Chunki menga ham foyda bo'lyapti bu narsa. Bu narsa haqida oldin o'qiganman, boshqa qilganman, uncha e'tibor bermagan ekanman. Keyin siz bilan oddiy gaplashib o'tirganda ham, boshqa qilganda ham bu temada kamroq gaplashamiz. Bunchalik ochilmagandingiz. Oldin so'raganimda ham, aka, bu narsalar qilib yuribman men degansiz. Menimcha bu ham foydasi bo'lsa kerak. Juda qiziq tema. Eng muhimi biz aytaylik icebergdan ozginasini gaplashdik. Chunki bu ishni aytaylik topib apply qilib intervyugacha yetib kelishda chala-pucha gaplashdik aytaylik. Polni gaplashmaydik. Hali aytaylik intervyular bor. Qanday intervyudan o'tish kerak, nima deyish kerak, qana gaplashish kerak. Bu ham menimcha kuzatuvchilar uchun juda ham qiziq mavzu bo'lsa kerak va corporate life'da ham gaplashsak bo'ladi. Hozir ozgina orqaga qaytsak, universitet mavzusiga. Chunki hammamiz yaqinda bitirdik. 2025-yil. Bitirish o'zi qanaqa kechdi? Qiyinmidi, osonmidi? Nima qiyinchiliklari bor? Nimaga tayyor bo'lish kerak? Bu yoqqa kelib o'qiydigan student o'qishni bitirmoqchi. Zo'r savol bo'ldi mana shu. Qaytganimizga roziman dedi. Hozir meni ham ko'zim oldidan nechadir yil o'tib ketdi. Shunaqa men hozir o'zi bitirish desa, bilmadim, haligi kamerada ko'rinmasa kerak, 3-4 ta oq sochim bor. O'sha oq soch bitirayotganda chiqqanda. O'zim aytaylik, masalan, bitirish jarayonida nima deydi? Thesis, diplom ishini yozish bor. Diplom ishini topshirib, uni tasdiqlanishini kutishi bor. Ikkinchi faza deylik, uchinchisi diplomni zashta qilishi. Islom bilan почти birga-bir yozganmiz, ya'ni bitta vaqtda o'zida yozganmiz. Endi bu farzandli bo'lgan payti, ish, bu yerda oila, buni tushunaman. Men bu yerda
ish bilan o'tiribman. Bu yerda ish, diplomni yozish kerak. Men o'zim uchun jarayon qiziq ketgan, chunki o'rganib ketganman O'zbekiston to'g'risida. Tema mavzum shu haqida edi. Va eng sochim o'sha oqargan, oq tushgan payti o'sha jarayonda bo'lgan, yozayotganda. Chunki juda ham birinchidan formatga tushishingiz kerak, ikkinchidan o'sha masalan professoringiz bilan kelishilgan temadan o'tib ketib qolmashingiz kerak yoki aytaylik word count, ya'ni nechta list bo'ldi, nechta so'z bo'ldi deb hammasi bittada keladi. Bu yerda ishlayotgan bo'lsangiz vaqt ajratib, research qilib, essay emasda masalan shunday o'ylab turib tap yozaveradigan. Bir narsani o'qib chiqishingiz kerak, bir narsani ko'rib chiqishingiz kerak, kimdir bilan gaplashishingiz kerak, keyin yozasiz o'sha ma'lumotlarni olganingizdan keyin. Shunga o'sha jarayon qiyin bo'lgan, tasdiqlangandan keyin diplomda himoyasi menda oson ketgan. Men kirganman, 3 ta savol so'ragan. Ikkitasi diplomga taalluqli, bittasi shu yo'nalishimga taalluqli. 2,5tasiga javob berganman. Men o'ylaganman, bo'ldi уже menimcha пересдачаga qoldim shekilli, takrorlayman shekilli deb o'ylaganman. Yo'q, yaxshi. 4 qo'yib 5 dan 4 olganman. Shu bilan ancha qora sochlar kelishdi boshlagan. Men ham shu bitirmoqchi bo'lganlar, bitirayotganlar yoki endi o'qishni boshlaganlarga maslahat aytmoqchiman. Iloji boricha diplom ishini o'zinglar yozinglar. Chunki bu eng asosiy qismi. Bu 3 yillik o'qishinglar, boshqasi hammasi esdan chiqib ketadi, lekin bu yozayotgan jarayoningiz umuman esdan chiqmaydi deb o'ylayman. Nechadir yildan keyin eslasangiz ham, Qudrat aytganidek, oq soch tushirdimmi, demak u narsa faqat azob deb o'ylamanglar-da. Misol uchun qiyin narsa yoki boshqa narsa emas. Qaysidir jihatdan uxlamasligingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin, lekin qiziq jarayon juda ham. Shu butun o'qish davomingizdagi olgan bilimingiz bo'ladimi yoki qanaqadir ko'nikmalaringiz mana shu paytda o'zingizga bilinadi. O'zingizni noqulay qanaqa desa bo'ladi? Slabiy tomonlaringizni ko'rib olasiz o'zingizdan. O'zimnikini ham aytib o'tib ketsam, chunki juda ham qiziq bo'lgan. Bitta vaqt yozganmiz. O'sha tasdiqlanadigan payt keldi diplom ishim. Shunchalik hayajon bo'lyapti. 83 kilo edim adashmasam. Tasdiqlandi diplom ishim. Diplomni himoya qilish kerak. Shu kuni taroziga chiqsam 80 kilo bo'lib qolibman. 2 kun, 3 kun ichida 3 kilo tashlaganman. Ovqat hech nima og'zimdan o'tmayapti. Shunchalik hayajon bo'lyapti. O'sha diplom defense qiladigan payt keldi. Savol beryapti. Savolga shunaqa javob beryapman, bog'cha bolasidek. Faqat bir ikkita gap tashlab qo'yapman, bo'ldi. O'zlari ham tushundi. Professorlarim tushunib bu narsani. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, diplom ishini qilish eng muhim proses. Chunki ko'p narsa shu yerda hal bo'ladi. Diplom ishi qilingandan keyin diplom defense qilinish bu tezroq, osonroq kechadi. Chunki professorlar shuncha ish qilganingizni bilishadi, qancha qiyin bo'lganini biladi. Shunga ham ozgina bo'lsa ham yordam qiladi. Menda shunaqa bo'lgan. Aniq javob bera olmayapman, bilyapti, hayajonlanyapman. Shunda o'zlari yo'l ko'rsatyapti. Manaqa narsa bo'lgan-u deb turib yordam beryapti. Shu bilan menda o'zim uchun hayajon bo'lgan, lekin ular ancha osonlashtirib bergan. Diplom defense payti. Aytmoqchi bo'lganingiz, ular ham maqsadi yiqitishmas. Chunki o'zi diplom defense kelindimi, bu Katta ish juda yiqitishni ham. xohlamaydi. Yiqitgisi kelsa, o'sha undan avval yiqitib bo'lgan bo'lardi. To'g'ri. Qabul qilmasdi. Shunaqa. Ularga ish ko'payadi-da, hozir masalan yiqitadigan bo'lsa, yana boshqatdan o'zi zo'rg'a yig'ilib kelishadi. Ularga aniq berish kerak. Shunga yiqitgandan ko'ra siz o'tib ketganingiz ularga ma'qulroq. Chunki yana organizovat qilish kerak, yana kelish kerak, yana vaqt topib alohida kelish kerak-da. Endi bu degani sirazi o'tkazib yuboradi emas, ular yordam beradi. Shundan keyin ham, misol uchun siz Islombek aytganidek, misol uchun oddiyroq javob beryapsizmi? U qo'shimcha narsa so'rab turib, shu narsani
bilish yoki bilmasligingizni yoki o'zingiz yozganmisiz, shu narsani tekshirmoqchi bo'lsam. To'g'ri. Masalan, o'zingiz bilmasangiz, diplomda yozmasangiz, nima haqidaligini bilmasangiz, конечно, u o'tkazmaydi. Endi o'zingiz yozgan bo'lsangiz, informatsiyangiz bo'lsa, masalan, oddiy savollarga javob beradigan bo'lsangiz, o'sha ma'noda aytib o'tdim. Ho'p, diplom olish haqida gaplashdik. Endi ozgina Polshani o'ziga kelsak, Polshadagi odamlar bilan kelish qanaqa? Polyaklar bilan. Qaysi ma'noda kelish? Ну, o'zi bu yerdagi odamlar qanaqa? Ko'pinchasidan eshitaman O'zbekistonda diskriminatsiya qilishadimi yo'qmi? Chunki biz rus tilida gaplashamiz, ruslar yomon ko'rishadi-yu degan gaplar eshitilinadi. O'zi polyaklar o'zi qanaqa nimalarga, chet elliklarga? O'zi esimda bor. Men ham 2018-yil kelgan bo'lsam, shu paytda hozirgi bilan taqqoslamoqchiman bu narsani. Gaplashsam, qayerdansan? O'zbekistondan. Shuncha uzoqdan keldingmi? Nimaga kelding? Uyingga borib turasanmi, boshqa qilasanmi deb anaqa qiladi. Hozirgi muomalani ko'rsa, misol uchun. Qachon ketasan deydimi? Yo'q, qachon ketasan demaydi. Bu yerda nima ish qilasan? Ko'pinchasi taksistmisan deydi. Chunki bular ham bilib qolishdi, masalan, taksi chaqirsa, O'zbekiston, Tojikiston, asosan O'rta Osiyoliklar keladi. Shuning uchun ularda ham shunaqa narsa shakllanib qolganki, O'rta Osiyodanmi, demak, ko'pinchasi baribir taksi ish qiladi yoki qora ish qiladi. Masalan, Germaniyada bu narsa boshqacharoq. Masalan, o'zbekman desa, doktormisan deydi. Chunki Germaniyaga asosan bizdan doktorlar, shunga o'xshagan professiyasi borlar kelyapti. Lekin yana bitta narsa bor. Tilni bilsa, ish topaverasan deydi. O'zi corporate jobda polyak tili kerakmi? Sizga kerak bo'lganmi, kerak bo'lmaganmi? Yo'q, menga kerak bo'lmagan. Endi menga hozir ham kerak emas. Polyak tili qachon kerak bo'ladi? Ko'proq именно shu ish jarayoningiz, siz qiladigan funksiyangiz polyaklarga polyaklarga bog'liq bo'lsa, ya'ni aytaylik, siz aytaylik, qaysidir bankda ishlamoqchisiz, o'sha nima deydi, front office deydimi ularni? Klient bilan ishlaydigan bankda anaqa qilmoqchi bo'lsangiz, ishlasangiz, u yerda menimcha polskiy kerak, chunki o'tirib polyaklarda xizmat qilishingiz mumkin. Yoki любой position shu polyak klientlar bilan aloqador bo'lsaki, polskiy kerak bo'ladi. Va meni shaxsiy fikrim, Polshani o'zida aytaylik, polskiy kompaniyani yoki qaysidir sheri polskiy kompaniyada ko'proq bo'lsa, katta levelga, masalan, C levelga chiqib ishlamoqchi bo'lsangiz, уже unda ham polskiyni bilish kerak. Shu bu yog'i nima deydi? Ish politikasi deb qo'yadi-yu, corporate politics bo'lib ketadi. U ham menimcha ko'pincha sales departamentlarga bog'liq bo'lsa kerak, chunki uni asosiy sotadigan narsasi polshalik odamlar bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ular tilida gapirsa, ularni yuragiga boshqacharoq yetib borishi mumkin. Shartnomani tezroq imzolash mumkin. Sizlar meni savolimni chopvordinglar. Polskiyaga o'tib ketdik. Polyak odamlar haqida gapiryaptim, savol so'radim. O'zi qanaqa? Seni nazding bo'yicha odamlar bilan chiqishadimi, chet elliklar bilan? Endi haligi aytishadi-yu, yomon millat bo'lmaydi, yomon odam bo'ladi. Polyaklar keladigan bo'lsa ham shunaqa odamiga qarab, masalan, aytaylik, yoshi kattaroq bo'lsa, aytaylik, migrantlarni suymaydi. O'zi polyaklar natsistroq xalq, o'zini natsiyasini, o'zini tilini, o'zini aytaylik, valyutasini, hali ham yevroga o'tmagan, zlotida yuradi hali ham. Shundan уже bilsa aytadi, o'zlarini juda yaxshi ko'rishadi, hurmat qilishadi. Endi uning ichida yaxshilari ham bor. Bitta misol keltiraman. Masalan, meni qo'shnim bor, 5 yillik qo'shnim, polyak, Robert. Lewandowski emas. Boshqa Robert. O'sha qattiq og'rib qolganman. Shu oyoqlarim yurolmaydigan darajada bo'lib, o'sha o'tirib qolganimda o'sha odam mashinasiga solib, больницаga olib borib, gaplashib, hamma yo'lda o'zi polskiy yashaydi. 8 soat больницада o'tkazgan bo'lsam, Alloh rozi bo'lsin, o'sha odam men bilan oxirigacha borgan. Bo'lmasa men hech kimman unga. Qo'shnim xolos, shu orada liftda ko'rishib qolsak, pastda ko'rishib qolsak, muomala qilib turardik.
ishxonalarga keladigan bo'lsa ham men unaqa uchmayman. Endi korporat ishlaydigan professionalniy joyda haligi har xil natsistlik yoki rasistlik qilishmaydi ko'proq. Shu основной qayerda bo'ladi? Pochta Polskada bo'ladi. Davlat korxonalarida Ujondda agar polskiyni yaxshi bilmasangiz urib tashlashadi yerga. No professionalniy anaqada muhitda aytaylik turistlar ko'p muhitda anaqa emas, nima deydi? Yomon emas. Anaqaga ham bog'liq. Qaysi shaharga, masalan, Krakow yoki Gdanskga boradigan bo'lsangiz, turistlar u yerda juda ko'p. U yerda migrantlarga, ya'ni boshqa millatdagi insonlarga yaxshi muomala qiladi. Shuni restoranga kirsangiz ham yoki qanaqadir korxonaga kirasiz, qayerdir ishingiz bormi, ko'rib turib, sразу уже ingliz tilida gapirishni boshlaydi. Hali polskiy tiqishtirmaydi. Varshavada endi sal ko'payib qolib qoldi-yu, lekin nisbatan baribir Krakowga ko'p qatnaganim uchun men farqini bilaman. U yerda bemalol ingliz tilida gaplashib, даже kichkina supermarket, minimarket, japkalarga kiradigan bo'lsak ham ko'rib turib sразу ingliz tilida gapirishadi. Bu narsa menda ham bo'lgan, chunki men Poznanda ham yashaganman. 1 yil atrofida yashaganman. Polyak tili kerak bo'lmagan u paytda. Varshavaga kelganimdan keyin o'rganganman polyak tilini. Yana bitta holat bo'lgan. Bitta tanishimiz barber shop ochgan, Kielce degan shaharda. O'sha yerga borganmiz. Yana do'konga kirganmiz, aylanib boshqa do'konga, торговый sentrga kirganmiz. Muomalasini bilganmiz. Bir zumda kelib inglizcha gapiryapti. Qanaqadir o'zini nima desa bo'ladi? Yordam bergisi kelyapti u odamni. Bizga nimanidir ko'rsatmoqchi bo'lyapti, tushuntirmoqchi bo'lyapti. U farqi yo'q unga. Misol uchun, agar siz u narsani olsangiz ham pulni oladi, olmasangiz ham farqi yo'q. U kuni o'tsa bo'ldi. Agar zerikkandan ham kelgan bo'lishi mumkin. Lekin Varshavada unaqa narsa kam. Chunki odam ko'p. So'rasangiz ham ba'zida bilgan taqdir. O'z polyaklarda bitta odat bor. Ingliz tilini bilsa ham bilmayman deydi. Orada ichi gap qo'shib qo'ysangiz, inglizchada ishtirataveradi ingliz tilini, zo'r gapiradi, lekin bilmayman. No English deb turishaveradi. O'zini tiliga menimcha bo'lgan hurmat bo'lsa kerak, o'zini tilini yaxshi ko'rib, shaxsini. Lekin masalan bizda O'zbekistonga kimdir turist beradigan bo'lsa, boshqalasi o'zbek tilida gapirasan demaymiz-ku. Lekin yetarlicha ustidan kulamiz-da. Masalan, hozirda hindistonliklarga ko'p munosabat bo'lyapti. Ko'payib ketishdi-da ular. Ko'payib ketishdi. Lekin masalan nisbatan aytaylik, masalan student ko'rdingmi boshqa davlatdan, aytaylik, haligi endi biz mehmondo'st xalqmiz-ku. Yordam bergimiz keladi-da. Masalan, yo'q, o'zbek tilini bilmaysan, bo'ldi, bo'lmasam bor bu O'zbekistondasan, o'zbek tilida gapirasan deb anaqa qilmaymiz. Sal uslubga qilamiz. Ingliz tilini bilsang, ingliz tilida, rus tilini bilsang, rus tilida gaplashaylik deymiz. Biz ham o'zimiz tilda yaxshi ko'ramiz. Lekin bularchalik anaqa qilib tashlamaymiz, nima deydi? Yerga urib tashlamaymiz. Shunaqa-yu, masalan, men birinchi marta pochta Polskaga kirib, narsa jo'natib olmoqchi bo'lganman, chiqarib yuborganda. Серьезно? Haydab chiqar, xuddi endi ko'timi chiqarib yubormagan-u. O'tirib olib haydalish kuyini chaling deb. Boshqa odamlar kutyapti men deb turib, orqaga qaytarib yuborganda, polskiyni bilmaganligim uchun. Lekin unaqa idoralarda ko'pincha yosh kattaroq ayollar, kassalarda ham misol uchun, eski do'konlarda, masalan, Japka yoki kichikroq do'konlarda aytolmayman, lekin supermarketlarda ko'pincha yosh kattaroq odam ishlaydi. Yaxshi xudoga shukr, self checkoutlar bor. Hech qanaqa til kerak emas, pul bo'lsa bo'ldi. O'tib ketaverasiz. Yaxshi. Bu yerda ishlash davomida korxonalar yoki zavodlar, faqat bu misol katta kompaniya yoki finansiy kompaniya bo'lishi shart emas, oddiygina zavod bo'lishi mumkin yoki fermer xo'jaligi bo'lishi mumkin. Ishchilar uchun ajratilgan qanaqadir fondlar bo'ladi yoki qanaqadir benefitlar bo'ladi. O'zini ishchilariga nisbatan. Umumiy qilib shu haqida gaplashsak. Qisqacha aytib o'taman. Masalan, har bitta legalni ishlayotgan kompaniya bo'ladigan bo'lsa, umumiy operatsiya, ya'ni ishchi kontraktida ishlayotgan xodimlariga bir necha benefitlar bersa bo'ladi. Ya'ni siz aytib o'tgandek, social fund deyiladi. Social fund aytaylik, u ijtimoiy
ijtimoiy fond. ijtimoiy fond. Ijtimoiy fond bo'ladi. U davlat tarafdan shu Trudovой kodeksdan kelib chiqqan holda har bitta kompaniya majbur qilib qo'ygan. Shu pul to'planadi, o'sha pulni anaqa qilish kerak. Nima deydi? Sarflash kerak. Endi uni qana sarflaydi? Kompaniyada har bitta kompaniyada xolisi o'sha bitta anaqa qiladi, employee representative deb qo'yadi. Shu har bitta ishchilardan anaqa qiladi. Bizda nima deydi uni? Zavxozmasa? Bilmayman ekan. O'zbekistonda bormi? Bor, O'zbekistonda anaqa bor-u, kasaba uyushmalari bor-u. Zavxoz asosan anaqa qiladi. Yo'q, zavxoz emas, kasaba uyushma imенно mana shu haligi ligotalarni beradi-yu, ashlardan anaqa qiladi. O'zbekistonda ishlash masalan Xullas, kesasizlar bir narsa qilib. Sirish. O'sha har bitta korxonani o'zini shu bitta odam saylashadi. Masalan, eski kompaniyamda ham saylaganmiz, yangi kompaniyada ham har yili yoki 1 yili yoki 2 yili anaqa qiladi. O'sha odam butun xodimlarning nomidan anaqa qiladi. Masalan, o'tgan yili pulni bo'lishgan 3 ta kategoriya bo'lib, qancha ko'p pul topgan odam shuncha ozroq oladi, qancha oz topgan odam shuncha ko'proq oladi. Yil oxirida to'plangan pulni tashlab beradi. Kimdir qaysidir kompaniya o'tirish qilib yuboradi yoki kimgadir qanaqadir sovg'alar jo'natadi. Bu o'sha benefitlardan bittasi. Ko'pincha sug'urta taklif qiladi. Ya'ni diskontroq, ya'ni yoki zal, sport mashg'ulotlari uchun karta beradi. Uni ham qaysidir kompaniya polniy cover qiladi, qaysidir kompaniya 50% to'lab beradi. Yana qanaqa benefitlar bor? Bizning kompaniya bunga yilda oxirida partiya uyushtirib beradi, to'g'rimi? Masalan, bironta nima desa bo'ladi? Ko'ngilochar joyda shu gaplashiladi. Masalan, bowling bo'ladimi yoki qanaqadir diskoteka bo'ladimi? O'sha yerda gaplashiladi. Nechta odam registratsiya qilgan bo'lsa, oldindan reja qilish kerak u narsani. Ovqatini, boshqasini hamma yoqda o'sha chaqirib, bizda shunaqa. Plus yana alohida to'lanadigan puli bor. U ish beruvchiga aloqador emas, u ham social fond o'zidan beriladigan pul. diskoteka dedingiz, aytib qo'yay. Alkogolsiz bo'ladi. Chunki qonuni bor. Alkogol bo'lsa berilmaydi. Cover qilinmaydi. O'tmaydi. Alkogolsiz joy bo'lishi kerak. Va har xil platformalarga skidkalar berishi mumkin. Yo bo'lmasa, masalan, My Benefit degan platforma bor. Hozir juda ham ko'p kompaniyalar shunga ulanib, deylik, siz xodimsiz, har oy siz shotingizga aytaylik $50 yoki $30 tushadi. Xohlang to'plang va bitta qilib ishlating. O'sha aytaylik, masalan, siz kiyim-kechak olmoqchimisiz yoki bilet olmoqchimisiz qayergadir, to'plab turib voucher sifatida almashtirib olsangiz bo'ladi. Endi bu hammasi oyligingizdan qirqilmaydi, uni ustiga beriladigan narsa. Qo'shimcha. Kafeteriya benefit deydi uni. Kafeteriya benefitlar. Endi sodda qilib aytganda, menimcha bu nima desa bo'ladi? Umumiy operatsiyani foyda Foydalari. tomonlari umumiy litsenziyasidan ko'ra. Umumiy operatsiyada to'g'ri qanchadir налог olinadi, lekin shunaqa foyda tomonlari bor. Umumiy litsenziyada agar og'rib qolsa yo birorta narsa bo'lsa, bunaqa foydalar yo'q. To'g'ri. Taksida, dastavkada ishlab yurganlarda ham bunaqa foydasi yo'q. Misol uchun bunaqa benefitlar bermaydi. Agar kasal bo'lib qoladigan bo'lsangiz yoki ishga chiqa olmasangiz, sizga avtomatik doktor sizga sistemadan referal yozib beradi. Bu ishga chiqa olmaydi deb. Ish beruvchingiz bundan xabar oladi, 80% miqdorda oyligingiz to'lanadi. Agar taksida siz xudo ko'rsatmasin qanaqadir kasal bo'lib qolishingiz mumkin yoki mashinangizni urib olishingiz mumkin, avariya bo'lib qolishingiz mumkin, ishga chiqa olmasangiz, siz pulsiz qolasiz. Endi chet elda ishsiz qolish, pulsiz qolish bu hamma chet ellik biladi bu narsani. Chet elda yurgan odam juda qiyin narsa. Qiyin o'tadi. Har kuni minusga qarab ketiladi. Minusga qarab ketadi. Xo'p, menimcha juda ham foydali podkast bo'ldi. Agar ko'rayotganlar bo'lsa, iltimos qilamiz, kommentariyaga o'zingizlarda bo'lgan experience'ni yozib o'tib ketsanglar, chunki ko'rayotganlarga foydali bo'lishi mumkin bu narsa. Biz o'zimizda bo'lgan narsalarni qo'ldan kelgancha aytdik. Shuning uchun hammaga rahmat. Agar o'zingizlar qanaqadir qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, keyingi safar suhbat uyushtirsak, iloji boricha shu mavzularni yoritishga harakat qilamiz va shu mavzuga aloqador odamlarni chaqirib, inshaalloh manfaatli suhbat qilamiz degan umiddamiz.
Katta hammaga descriptionga LinkedIn profile linkini tashlab ketamiz. Shunga savolinglar bo'lsa, bemalol podpisatsiya qilib aloqaga chiqa olasizlar. Kelganing uchun rahmat. Vaqt uchun rozi bo'lasan. Rahmat, sog' bo'linglar. Chaqirganinglar uchun rahmat.